butun dunyoni larzaga solgan mo'min musulmonlarni yig'latgan, Moskvada pichoqlab o'ldirilgan Qobiljonning qabriga O'zbekistondan yetib keldi. Ajam degan qabristonga qo'yilgan ekan Qobiljon. Hurmatli do'stlar, bu narsa hammamizga dars bo'lsin. Hammamizga dars bo'lsin. Sen o'zbeksan, sen o'rissan, sen qozog'san, sen qirg'izsan, sen tojiksan deb natsa ajratadigan insonlar. Mana sizlarga bu dars bo'lsin. Hurmatli do'stlar, duo qilinglar. Qobiljonlar yotgan joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Uydagilariga, qarindoshlariga Allohim sabr bersin. Inna illahi inna rajun deb kommentariyaga yozib duo qilinglar. Qabrlari nurga to'lsin ilohim.